الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم عزيز جماعة المسلمين hurmatli mehmonlar. Xudoy taologa beadad hamd sanolarimiz payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga bizlar tarafimizdan ko'plab durud, salovat, salomlar bo'lsin. Alloh taolo barchalarimizni mana shu loyihaga, ya'ni sohib Islom Muhiddin akamni farzandlari Sirojiddinni nikohlanish munosabati yozilgan dasturxoniga bosgan, ehsoniga kelgan qadamlarni ajr hasanat ziyoda qilib, bu sohib ehsonlarni Allohdan so'ragan barcha shar'iy maqsadlarni ziyoda qilib, farzandlarni Xudo baxt saodatini bersin. Albatta har bitta ehsonni haqqi bor. Mana shu ehsonda Xudoy taoloning zikri, payg'ambarga salovat bo'lmasa deydi, ana shu ehson yaxshi ehson bo'lib degan hadislar bor. Shuning uchun bir-ikki og'iz amr ma'ruf bo'ladida hammamiz jib quloq solib eshittiramizda. Mana hozir bizga Paxtavat tumanimizda imom muayyinlar Muhammad Yusuf Begambeyga chiroyli biz uchun bir ma'rifat bersalar, Alloh bizga ma'rifat bersin inshaalloh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah Teala'ya behad hamd sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud salomlarimiz bo'lsin. Bizni bugun mana shu joyda jamlanib turishimizning sababi nikoh marosimi ekan. Aynan mana shu boradagi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadislari va ko'rsatmalari haqida biroz suhbatlashsak. Alloh taolo har bir narsani juft yaratganidek mana shu ko'rsatmaga, ya'ni nikohlanib yashashlikka Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam hadislarida shunday marhamat qiladilar. An-nikah sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikoh mening sunnatimdir dedilar. Va kimdaki mana shu nikoh Rasulullohning sunnatlari bo'lgan nikohdan yuz o'giradigan bo'lsa, nikohlanmay yashayman desa, u mendan emas, ummatimdan emas deb marhamat qildilar. Shunday ekan, har bir inson balog'atga yetgach, turmush yoshiga yetgach, uning nikohlanishligi uning zimmasida o'zining holatiga qarab mustahab, sunnat yoki farz, vojib darajasiga yetadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam uylaninglar deb qo'ya qolmay, balki qanday ayolga uylanishlik kerak va qanday yigitlarga, qanday erkaklarga qizni berish kerakligi borasida ham ko'rsatmalarni aytib o'tganlar. Ayol kishi 4 narsasi uchun uylanadi. Ulardan biri mol dunyosi uchun, yana biri jamoli, chiroyi, go'zalligi uchun va yana biri sharafi, nasabi, obro'si uchun hamda dini uchun uylanadi dedilar. Bunda nima uchun bularni sanab o'tdilar? Chunki insonlarning aksari insonlarda havoyi nafs, ya'ni shahvat kuchli bo'lganligi, dunyoga hirsi, muhabbati oshib ketganligidan birinchi o'rinda dunyosi yoki bo'lmasa uning sharafi, obro'siga qarab uylanishlik avj olib ketganligi uchun mana shularni zikr qilib, oxirida falsafar bizaki din, ya'ni dindorni tanlayin, shunda baraka topasan deb marhamat qildilar. Mana shu 4 sifatdan eng asosiysi dinni hisoblanadi. Chunki ayol kishi dinsiz, diyonatsiz bo'ladigan bo'lsa, erning luqmasi halol bu ekanligida ham shubha bo'lib qoladi. Va farzandlarning tarbiyasida ham ana o'sha ayolga ishonishlik bu juda katta xato hisoblanadi. Nega? Chunki o'z aqli, kalta fahmligi bilan u farzandlarni turli xil holatda o'zining fikriga binoan tarbiyalaydi. Agar dindor bo'lsa, Alloh taoloning hukmi, amri, buyrug'iga muvofiq hamda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sunnatlariga ergashadigan qilib, haqiqiy, odobli, xulqli, jamiyatga foydasi tegadigan inson qilib tarbiyalaydi.
Ayollarning sifatlarini sanab o'tilgach, erkaklar qanday bo'lishi kerak? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam otalariga nisbatan xitob qilib aytdilarki, agar sizlarga uning dinidan rozi bo'linadigan bir yigit sovchi bo'lib kelsa, qizingizni nikohlab bering dedilar. Chunki agar mana shunday qilmasangiz, bu fitnaga, yer yuzida fasod yoyilishiga sabab bo'ladi dedilar. Nega? Chunki agar bir dinli, diyonatli, axloqli insondan, xulqidan siz rozisiz buni, lekin dunyosi kam bo'lishi mumkin, obro'si bo'lmasligi mumkin. Mana shunday insonlarga agar farzandingizni bermasangiz, demak dunyosi, mol dunyosi to'lib toshgan, lekin axloqi juda buzuq bo'lgan insonlarga beradilar. O'zining xulqli, axloqli, diyonatli qizini ana o'shanday dunyoparast insonga berib, qizining ham ana o'sha din diyonatini buzadi. Natijada undan tarqalgan zurriyotlar ham buzg'unchi, yer yuzida fasodga yayadigan, har xil g'iybatchi yoki bo'lmasam harom yeydigan insonlar bo'lib yetishib chiqadi. Shu natijasida mana yer yuzida fasod yoyishligiga sabab bo'ladi. Erkak kishining saodati, baxti 3 narsada bo'ladi. Bular nimalar? Bular eng birinchi soliha ayollardir. Soliha ayol bo'lmasa, erkak kishi uyga kelganida lazzat, farog'at, xotirjamlik topa olmaydi. Yana biri esa xotirjam, ya'ni unga xotirjamlik beradigan maskan uydir. Uchinchisi esa bir to'g'riga yaraydigan, uzoqni yaqin qiladigan markaz hisoblanadi. Shu o'rinda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning dunyoga nisbatan bergan ma'nosi hamda insonlar bu dunyodan nima olishligi, aynan nimalarga qiziqib, o'shanga rag'bat qilishi kerakligini eslab o'tdi. Hazrati Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 4 narsa bor dedilar. 4 narsa borki, ana o'sha narsani siz egallagan bo'lsangiz, demak bu dunyoda nimani yo'qotgan bo'lsangiz ham achinmang dedilar. Agar bu dunyodan ko'p nasiblanmagan, turli xil ne'mat-ne'matlarni yeya olmagan yoki dunyoning turli burchaklariga borib sayohat qila olmagan bo'lsangizda, agar mana shu 4 narsani siz o'zingizda jamlab, o'shalarga amal qila olgan bo'lsangiz, demak siz baxtli, bu dunyoda haqiqiy nasibangizni olgan inson hisoblanasiz dedilar. Bulardan birinchisi hifzu amanatin, ya'ni biroz sizga omonat bersak, o'sha omonatni himoya qila olishlik. Omonat bu qo'lingizga bir narsani olib kelib berib, pul yoki mablag'ni berish emas, balki so'zdagi omonat, har bir ishdagi omonat. Kim qaysi bir kasb yo'li bo'lsangiz, mana o'sha ishingizni sidqi bilan puxta qilishligingiz ham omonat hisoblanadi. Va yana rostgo'ylik dedilar. Rostgo'ylik bu xalqlar, ya'ni insonlarning tabiatidan hozirgi kunda chiqib ketib qolayotgan narsa. Vaziyatdan chiqib ketishlik uchun har xil yolg'onlar ishlatishdan saqlanish zarur. Yolg'on harom ish hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmon odam turli sifatlardan sifatlanishi mumkin, hatto zinogar ham bo'lishi mumkin, lekin yolg'onchi bo'lmaydi dedilar. Demak, 4 sifatdan ikkinchisi so'zdagi yolg'ondan saqlanishlik, rost so'zlashlik. Uchinchisi esa go'zal axloqli bo'lishlikdir. Agar inson go'zal axloqli bo'ladigan bo'lsa, boshqa insonlarga ham go'zal munosabatda bo'lib, jamiyatda farovonlik yuzaga keladi. Ulardan 4-inchisi, ya'ni inson bu hayotda egallash kerak bo'lgan sifatlardan 4-inchisi luqma, ya'ni yemoq ichmoqdagi taqvo, pokizalik hisoblanadi. Agar inson yeyish-ichishligida taqvo qilmasa, agar bu yerdan ichgan narsalari qayoqdan kelganiga, nimalar topganiga, haloldan, haromdan bunga e'tibor qilmaydigan bo'lsa, demak bu qiyomatning alomatlari hisoblanib, bu ummatning borgan sari botirlikka botib borayotganidan barobardir. Shuning uchun har bir inson o'zining va oilasining salomatligi, ya'ni diniy salomatligi, botiniy kasalliklar, har xil xalqlarning topshorishligi, dinga e'tiborsizlikdan saqlanishligi uchun pokiza taom bilan taomlanishligi zarur bo'ladi. Bu dunyoga muhabbatni qiyos qilib aytadilarki, insonga qancha